ijtimoiy tarmoqlarda yangi yilda yangicha qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgan shovvozlarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rilmoqda. 2025-yil 31-dekabr kuni tungi soat 23:10 atrofida Ishtixon tumani Metan shaharchasi Alisher Navoiy Amir Temur ko'chalari chorrahasida Ko'rto'ganezak 2 nafar transport vositasi haydovchilari qo'pol qoidabuzarliklar, ya'ni yo'l bezoriligini sodir etib avtoulov boshqargan. 18 yoshli fuqaromiz yo'l-patrul xizmati xodimlarining xizmatda foydalaniladigan maxsus mayoqchasini olib, chorrahaga turib transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalaqit berib, ushbu drift qilayotgan haydovchilarga shart-sharoit yaratib bergan. Buksot qildirib, aylantirdim mashinani. Qilgan ishimni afsusdaman. Boshqalarga tavsiya qilmayman. Noto'g'ri qilganimni bildim. Endi boshqa qaytarilmaydi. O'zim tengilarga maslahat bermayman, bunaqa haydashni. To'ralarim bilan katta qiziqonlik qilib qo'yibmiz. Drift qilib, urush o'yin tortib, mashina chiyillatib aylantiribmiz. Qilgan ishimni afsusdaman, boshqa qaytarilmaydi. Bilmagandim bunaqa bo'lib ketishini, qonundan chetga chiqib ahmoqlik qilibmiz. Metan chorrahasida drift qilayotgan mashinalarga mayoqcha bilan chiqib mashinalar to'xtatdi. Sharoit yaratib berdim drift qilishiga. Qilgan ishim uchun tushuntirishlar olib bordi. Bayramda emotsiyaga berilib shunaqa narsa qildik. Boshqa takrorlanmaydi. O'zim tengi yoshlarga maslahat beraman, bunaqa ish qilmasin. Ushbu holat bo'yicha ko'rib turganingizdek, qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasining 1-qismiga asosan hamda ushbu holatni yuzaga keltirib, jamoat tartibini buzib, yo'l-patrul xizmati xodimlarining mayoqchasini olib, transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalaqit bergan fuqaromizga nisbatan profilaktika inspektori tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasiga asosan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar jinoiy ishlar bo'yicha Ishtixon tuman sudiga yuboriladi. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, bu kabi holatlardan o'zlaringizga kerakli xulosa chiqaring. Hurmatli haydovchilar, haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishni xohlamasangiz, ushbu haydovchilarga o'xshab bu kabi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etmang. Barcha yo'l harakati ishtirokchilaridan harakatlanganda haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga amal qilib, transport vositalarini boshqarishlarini so'rab qolamiz.